Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, barchalaringiz shanba oqshomi muborak bo'lsin. Mana ijtimoiy tarmoqqa qo'yayotgan videolarimiz xalqimizni foydasiga, qolaversa mahallamizni foydasiga bo'lyapti. Ayrim videolarimiz qabristondagi ishlarimizni ham saxovat pesha tadbirkorlarimiz, qo'li ochiq insonlarimiz, qolaversa o'z mehnatini ayamagan, vaqtini ayamagan insonlarimiz bilan birgalikda juda ham katta ishlarni amalga oshirib oldik. Kelganlarga, homiylik qilganlarga barchalariga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Birinchi masala. Ikkinchi masala, shuna vijdonsiz insonlar bor. Men eshitganim yo'q, ertaga kelaman deb ertasiga ham kelmadi. Bir kun bo'lmadi, 4 kun hashar qildik. 4 kunda bir marta qabristonga kelib qo'ymadi. Bugun u kelmayapti. Ertaga uni farzandlari ham kelmaydi undan keyin. Keyin o'sha kelmagan odamning qabri nima bo'ladi? O't bosib, tikon bosib yotaveradi. Mayli. O'ziga omonat. Kelganlarga, homiylik qilganlarga va qabriston ma'muriyatiga, chet elda bizni kuzatayotgan ukalarimizga rahmat. Azimov Elyorjon, qolaversa Turdali, qolgan barchalariga ham rahmat. Tashabergan, kartaga tashabergan pullarini bugun qabriston ma'muriyatiga topshirdim. Plastikdan yechib 3000 so'm pullaring o'sha yechilish hisobiga bankda nimasiga o'tdi, bunga rozi bo'linglar. 3000 so'mda. Bunga rozi bo'linglar. Ikkinchi masala, mahallada har kimi bir-biriga urushtirib yuradigan ayrim insonlar bor-da. Shulardan tilagim, iltimos, teg yuravering. Teg yuring. Sizni oilangizga biz aralashmayapmizmi? Atrofdagilarda birovlarning oilasiga ham aralashmang. Uchinchi masala bo'lsa, meni ishlayotgan joyimdan san'atkorlar, show biznes vakillari ko'ynaklarini shimini maqtaydi-yu. Men maqtanaman, shu nasosni stansiyadan 2 million 400 ming so'm oylik olaman. So'mda 2 million 400 ming so'm. Bir oyda bitta bola o'tibskiga ketib qolsa, 13 marta smenga borishga to'g'ri keladi. Qolaversa 7 marta smenga borishga to'g'ri keladi. Har borganimda 17 kilometr, 17 kilometr baqa yuraman. Mashinamda. Yoqilg'i qo'yaman, benzin qo'yaman, gaz qo'yaman. Borishimga bir kunlik yeyish produktdan olsam, общий xarajatim 120 ming, 100 ming atrofida bo'ladi. Yo'l kiram bilan hisoblaganimda. Shuning uchun endi 13 marta borsam nech pul ketadi-yu, nech pul oylik olaman. Shuning uchun hurmatli do'stlar, nasos puli bilan men osmonga chiqib ketganim yo'q. Bu bir. Ikkinchisi, kirakashlik qilaman bo'sh vaqtimda. Lekin 3 kun yo 2 kun dam olishimda ham har xil majlislarga, har xil hashallarga chaqirishib qoladi. Bormasdan iloji yo'q. Shuning uchun mana seshanba kundan boshlab hashar uyushtirdik. Mablag'imiz yo'q edi. Ayrim insonlar bunga e'tiroz qildi-yu, mablag'imiz yo'q edi. Yaxshi yigitlarni qo'llab-quvvatlash bilan mablag' topilib, ishchi xodimlarni yordami bilan, o'sha yerda ko'p yillardan beri ishlayotgan ishchi xodimlarni yordami bilan kraska ko'rmagan nimalarimiz kraska ko'rdi. Chiroyli qilib oxiriga yetkizdik. O'sha operatorlik, semenniy xonamiz ham bugun erta xudo xolasa yangi hafta oxirlariga bitib qoladi. Hammasi mablag'ga qarab turiladi-da. Mablag'ga bo'ladi. Xudo xolasa men rahbariyatga aytmoqchiman, chiroyli qilib bo'lgandan keyin ana shu yerda men topshiraman. Chunki men bu dunyoni amal uchun kelganim yo'q. Bu dunyoni amal uchun yashaydigan odamman. Va hozirgi kunda yurtimizda olib borayotgan siyosatga qarshi chiqqan joyim yo'q.
siyosatga qarshi chiqqan joyim yo'q, prezidentga qarshi chiqqan joyim yo'q. Muhtaram prezidentimizni berayotgan topshiriqlarini hokim yordamchilik davrida bajara olmayapman. Bu insonni prezidentim tomonidan budjetdan olayotgan oyligim men uchun oqlolmayapman olayotgan oyligimni deb ishdan chiqib ketgan edim. Har kim har xil tanqid qildi. Endi hozirgi kunda mana bu tashkilotni oyligi bilan bola chaqa boqib bo'lmaydi. Shuning uchun chiroyli qilib remont ishlarini tugatgandan keyin tez kunlarda bu tashkilotni kollektivi bilan xayrlashamiz degan umiddaman. Mani kim qanaqa tushunsa tushunaversin. Men hozirgi kundagi davr talabini bajarib hayotga bir marta kelaman. O'zimdan kichkinalardan gap eshitishdi. Bular bo'lmas gaplardi. O'zimdan kichkinalardan boshim egishdi va birovlarga sajda qilib yashashni xohlamayman. Sajda qilib yashashni xohlamayman men. Shuning uchun och qolsam ham, to'q qolsam ham sajda qilaman, Allohga qilaman. Qulluq qilaman, ota-onamga qilaman. Topganimni bo'lishib yeyman farzandlarim, oilam bilan. Birovga paxta qo'yib, birovga lagan bardorlik qilib, birovga yomonlab amalda o'tirgandan o'tirmaganim yaxshi. Kim meni eshitayotgan bo'lsa eshitib qo'ysin. Birovga sajda qilib yashab, mol dunyo orttirib, kelajak yaratish degan holatim bo'lib qolgan taqdirda ham men bu holatni xohlamayman. Farzandlarim ham o'zini rizqini Alloh beradi. Shuning uchun kimga qattiq gapirgan bo'lsak, kimga baqirgan bo'lsak, qabriston hasharida kimnidir dilini og'ritgan bo'lsak, mahalla hasharida kimnidir dilini og'ritgan bo'lsak, mana bu olib borayotgan ishlarimizda qaysidir bir rabochilarimizga qattiq gapirib qo'ygan bo'lsak, uzrimizni so'raymiz. Lekin rahbariyatdan so'ramaymiz. Chunki men adolat shahzodasi deb bekorga saytimni ham qo'ymaganman. Qayerda adolat bo'lmasa ekan, men u yerda ishlashni xohlamayman. Shuning uchun adolat shahzodasi sizlar bilan shu qarorini baham ko'rdi. Musofirda yurgan, bizni kuzatayotgan, qolaversa yoshlarimga tilagim faqat oilangizni, vataningizni bitta bayroq uchun, bitta vatan uchun, bitta oila uchun joningizni beradigan inson bo'ling. Men bitta bayroq uchun, shu mustaqil O'zbekiston uchun, shu Zarken uchun, shu oilam uchun kerak bo'lsa jonimni beraman. Bizdan ozod va obod vatan qolishi kerak. Biz hech kimga maqtanmaymiz, biz hech kimga gerdaymaymiz va kibrga berilmaymiz. Xudo xolasa oxirat uchun, vatanimiz uchun hamisha hamma narsaga tayyormiz. Qaddingizdan qadringizni baland tuting. Adolat shahzodasini adolatli qadamlari, adolatli fikrlari va adolat yo'lida charchamaslik uchun qadam bosib boraveradi. O'zingizni ehtiyot qiling.